Olim aka sochni qanaqa qilamiz aka? Aka, men sochimni uzun qilib yuraman, Jon Wickga o'xshagan taqlid qilaman, lekin hozirgi paytda ob'yom kamayib ketyapti. Sochga qarash juda ham qiymayapti. Iloji boricha shu yozga, faslga mos qilib bir kalta qilib bersangiz, lekin unchalik emas. Oldilaringizda ham ozgina to'kilish bo'libdi-da, orqalaringizda chunki ob'yom ko'p, yuvayotganingizda ham to'kilish bo'lyaptimi ko'p? Bor-da. Cho'lkani pastga tushirib yuradigan kalta cho'lka qilsak nima deysiz? Bo'ladi, lekin unchalik kalta bo'lmasa yaxshi bo'ladi. O'ziga sal uzunroq bo'lgani yaxshi. Unaqada qarang, yollari, orqalarini kaltaroq qilishga harakat qilaman-da. Tepani ham ko'ramiz, ozgina olamiz-da. Ikkita chetini sal yopib berishga harakat qilaman. O'rtadan agarda farq ochish ko'rsatib beraman bitta. Agarda o'zingizga ma'qul kelsa, o'sha prichoskada yurasiz. Endi ko'p gapirgandan ko'ra bitta ko'rsatganim yaxshi, baribir zo'r bo'ladi aka. Agarda o'zgarishga tayyor bo'lsangiz, boshlayman. Boshladik aka. Qanday bo'ldi aka? G'alati emasmi aka? Yoqmadimi o'zingizga? Ko'zimga вообще g'alati ko'rinyapti aka. Ko'zingiz menimcha o'rganmayapti. Bo'ldi, boshqacharoq qilib ko'ramiz. Oldilarini yopib, cho'lkani kaltaroq qilaman, bo'ptimi? Bo'ldi, o'shani ko'raylik. Bo'ldi. Qalay bo'ldi endi? Mana endi zo'r aka, gap yo'q. Yoqdimi o'zingizga buni? Cho'tka aka, menga yoqdi. Siyrakligi ham уже bilmayapti mana. Oldilaringiz umuman bilinmayapti. O'zingizga yarashtiring. Yosharib ketdingiz, eng qizig'i. Zo'r aka, rahmat. Yoqqandan xursandman. Yoqdi aka. Salomat bo'ling.